Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar va obuna bo'lmasdan ushbu Qora Sher YouTube kanalini kuzatib kelayotgan muxlislar. Obuna bo'lib, like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariylarda yozib qoldirayotganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Bugungi efirni jonli efir qilmasdan oldindan yozib olib, keyin yuklashlikni qaror qildim. Hozir ko'ryapsizlar, jonli efirlarda uzilishlar juda ham ko'payib ketishyapti. Bugungi gaplarim, har bitta gapirmoqchi bo'lgan gaplarim uzilib qolmasdan, odamlarga borib, qalbiga kirib borishligi uchun, uzilib qolmasligi uchun shu oldindan yozib olib, ana keyin yuklashlikni qaror qildim. Bugungi gapiradigan gaplarim shulardan iboratki, har bitta inson zoti bor. Musulmon bo'lib, musulmon oilasida tug'ilib, musulmon oilasida tarbiya olib, voyaga yetib katta bo'layotgan har bitta musulmonman degan, o'zini musulmonman alhamdulillah degan insonga borib, bu gaplarim yetib borishi kerak. Bu biz insonlar yetkazishimiz kerak, eslatib qo'yishimiz kerak. Ey do'stim, mani do'stim yo'q. Chunki do'st achitib gapiradi, og'ir gapiradi va u gaplarni ko'tara bilish kerak. Va hozirgi kunda ko'taradigan odamni o'zi qolmadi. O'shaning uchun men hech kimdan do'stlashmayman. Do'st og'ir kunlaringda, ba'zi bir qiyinchilik kelgan kunlarda do'st oldingda turish kerak. Lekin bunaqa do'stlar yo'q, tushunyapsizmi? U yoshlikda bo'lgan, hozir voyaga yetib, katta bola bo'lib, uylanib, bola chaqali, o'zingni oilang bilan o'zingni aravingni sudrab yurganingdan keyin hamma narsani yoshing o'tgan sari asta sekinlik bilan ko'rib borar ekansan. Hayotning taqozolari bilan, hayotning shu yo'l yurug'lari bilan, hayotni o'zingni ko'zlaring bilan ko'rganingdan keyin asta sekinlik bilan odam kim, u inson kim, yaxshi, yomon, shirin, achchiq, o'shalarni hammasini asta sekinlik bilan tatib ko'rganingdan keyin tushunib yetasan. Bugungi yetmoqchi bo'lgan narsam, do'stlar, hozir yoshmi, qarimi, hammani qo'lida telefon bor. Internet bor. Xohlagan odam kirib, kamerasini yoqib, xohlagan gapini gapirayotgan insonlar ko'payib ketdi. Bloger degan mana shu so'z. O'zini blogerman degan insonlar ko'payib ketdi. Ba'zi bir insonlar chiqadi-ku, men zo'rman, yorvoraman, o'qivaraman, buqivaraman deydi-yu, lekin ey do'stim, menga do'stmaslar-ku, endi do'st sifatida, aka sifatida yoki uka sifatida gapirishlik bu vojib. Chunki men musulmon oilasida tug'ilganman, musulmonman, alhamdulillah, bu gaplarni gapirishim kerak. Bu gaplarim sizga yoqadimi, yoqmaydimi, u sizlarning o'zingizlarga bog'liq. 50 og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Odamlar bugungi kungacha ham gapirib kelgan, bundan keyin ham gapiradi. Odamlar nima deyishar ekan deb o'tiraversang, o'sha o'tirgan joyingda qolib ketasan. Mol bo'lib, eshak bo'lib, qo'y bo'lib qolib ketasan. Eshak ham, mol ham, qo'y ham kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha yerda ham eshaksan, Afrikaga borsang ham eshak bo'lasan, Yaponiyaga borsang ham eshak bo'lasan, Hindistonga borsang ham eshak bo'lasan. Fil bo'lib qolmaysan, sher bo'lib qolmaysan. Eshak eshakligicha qolib ketadi. O'shaning uchun yaratgan egam odamni odam qilib yaraldimi? Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Birovga yaxshiliging tegmayaptimi? Yomonliging ham tegmasin. Tushunyapsizmi? Yaxshilik qilish qo'lingdan kelmayaptimi? Yomonlik ham qilma. Va sizni gapirayotgan har bitta gapingiz boshqa bir odamga borib, misol uchun mana hozir men gapirayotgan gapim egasiga borib yetadi-ku. Shu singari siz har bitta gapirayotgan gapingizda balkim haqorat bordir, balkim sha'ni, qadr-qimmati, ishchanlik obro'siga yetkazadigan qandaydir zararingiz bordir. O'shani sal o'ylabroq gapiring. Echki ham, mol ham, qo'y ham o'zini oyoqidan osiladi. Bunaqa insonlarni juda ham ko'p ko'rganmiz. Pul uchun 1-2 so'm pul topaman deb, $1000, $2000, $10,000 pul topaman deb og'ziga kelgan gaplarni gapirib topishga pul topdi-yu, vaqti keldi-yu, qamalib ketdi. Hozir joyi qayerda? Qamoqda. Kim azob chekyapti? Oilasi azob chekyapti. Boshqa hech kim emas.
O'tirib olib kamerani yoqib, misol uchun mana gapiryapman, internetga qo'yyapman, YouTube'ga qo'yyapman, chiqib olib YouTube'da gazini bos, sandan zo'ri yo'q, san mujiksan, san nomer 1san, san korolsan, san shersan degan insonlar ertaga boshingizga bir kulfat kelib qolsa, birontasi kelmaydi oldingizga. Yordam berish uchun, sizga qandaydir bir xizmat qilish uchun kelmaydi. Kelmaydi ham. O'shaning uchun YouTube'ga chiqib olib, efir qilayotganingizda sal ehtiyotkorroq bo'ling. Bugun bo'lmasa ertaga, erta bo'lmasa indin bir kunmas bir kun baribir shuni jazosini olasiz. Jazo muqarrar. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun har bitta gapirayotgan gapni o'ylab gapiringlar. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi jins vakiliga, ayolmisiz, erkakmisiz farqi yo'q. Vaqti keladi, har bitta gapirgan gapingiz uchun javob berasiz. Va keyin shunday narsalarni ko'ryapmanki, ba'zi bir insonlarni gapi orqali u inson kim o'zi? Odam, inson o'zingizga savol beringda, o'zingga savol ber. Odam o'zini o'zi sansiraydi-ku, o'shaning uchun aytayapman-da, xafa bo'lmanglar meni gapimdan. O'zingga o'zing savol ber, men kimman? Odammanmi yoki molmanmi? Qo'ymanmi? Qaysidir bir bo'q, qaysidir bir mol yoki qaysidir bir echki chiqib gapiryapti-yu, men shuni gaplariga ishonib ketib, o'zimni oilamdan voz kechyapman. Oilalar ajrashib ketyapti, do'stlar. Oila, muqaddas oila ajrashib ketyapti. Bitta bir churbanning orqasidan, bitta bir qo'y orqasidan, bitta bir echkining orqasidan. Oilalar ajrashib ketyapti. Bolalar, farzandlar yetim qolyapti. Mana gap qayerda? Men nima demoqchiman? Insonsan, odamsan, miya bor. Fikrlash qobiliyating bor, fikrla, o'yla, harakat qil. Odamlar nima deydi ekan deb yashama. Bironta joyingda kamchiliging bormi? O'zingga o'zing savol ber. Nima qilishim kerak? Qayga borishim kerak? Bo'ldi, kurashgin. Qoqildingmi turgunda o'sha chang bo'lgan joyini qoqib olg'a intil. Birovlar gapiga qarab yashama, do'stim. Ukam, okam, singlim. Hozirgi kunda o'zimni ko'zim bilan ko'rib, quloqimdan eshitayotgan narsalarni, billah deymanda, qanaqa odamsizlar? Sizlar molmasizlar-ku, qo'ymasizlar-ku, kimdir ba'zi bir insonlarni ko'ramanda, o'zini fikri yo'q. 1 gram o'zini fikri yo'q. Kimlaridir gapini eshitib oladi, o'sha gapni bu gap rost ekan, bu gap haqiqat ekan deb chiqib o'zini efirida o'sha gaplarni takroran gapiradi. Uni boshqa inson gapirdi, mol, eshak, qo'y, o'zingni fikring bo'lsin, o'zingni fikringni gapir. Nima qilasan? Boshqa bir insonni gapirgan fikrini olib, yozib olib, lekin yodlab olib, o'sha fikrlarni o'zingni kanalingda gapirib, nima qilasan? O'shaning uchun ham odamni moldan farqliroq qilib yaratganda. Tushunyapsizmi, do'stim? Men zo'rman, o'qivaraman, bu qivaraman. Sen hech kim emassan. Sen bir qop bo'qsan. Tuproqdan bo'lding, tuproqqa borib ko'milasan. Bugun sana kuch-quvvating bor, bugun sana boyliging bor. U boyligi ham, kuch-quvvati ham bor-ku, yaratgan ekan bekorga berib qo'ymaydi. Kecha qani, mana shunga beraycha qani qo'ldan nima kelar ekan. Kuch-quvvatni berdi, soqqani berdi. Nima qilyapsan? Bilgan bo'qingni yeyapsan. Esingizdan chiqarmanglar-da, inson yaralganda, inson voyaga nima deydi, tug'ilganda yozib qo'yganda, bugun tug'iladi, 7 kundan keyin, 10 kundan keyin 1 yil, 10 yil, 20 yil, 30 yil, 35 yil, 40, 60, 70 o'sha paytda o'ladi deb yozib qo'yilgan. Lekin inson bilmaydi-da qachon o'lishligini. Tushunyapsizmi? Agar Alloh misol uchun har bitta insonga, mana sen bugun tug'ilding, 15 yoshingda o'lasan, 37 yoshingda o'lasan, 45 yoshingda o'lasan, 65 yoshingda o'lasan deb vaqt soatigacha gapirsa bor-ku, odam nima bo'lishini bilasizlar-a? Vaqt yaqinlashgani sari odam sochlari oqarib, qarib, chirib o'zidan o'zi yo'qolib qoladigan darajagacha yetib qoladi.
O'shaning uchun yaratgan egam shunday zotki, bizga qachon o'lishligimizni aytmagan. Lekin yozib qo'yilgan, qachon o'lishligimizni faqat yaratganning egami o'zi biladi. Biz bilmaymiz. O'shaning uchun siz har bitta gapirayotgan gapingizni sal o'ylabroq gapiring. Siz gapirayotgan gapingiz, misol uchun bironta bir shaxsga qarab gapiryapsiz-ku, san haromisan, san fohishasan, san ko'tsan, san usan, san busan deb gapiramiz-ku. Biz bilmaymiz do'stim, ukam, okam, singlim. Biz bilmaymiz-ku, balkim u Allohning do'stidir. Bizga ko'rinishi shunday, lekin aslida Allohning do'sti bo'lishi mumkin, do'stim. Bilmaymiz bu narsani. O'shaning uchun Xudodan qo'rqing. Ertaga javob berishdan qo'rqing. Ertaga tirilish bor. O'lganingizdan keyin tirilasiz. Savol javobga borasiz. O'sha savol javobda sizdan so'raydi, sen shunaqa gapirgansan, gapingga javob berasanmi? Bera olmaysiz. U joyda borki, hozirgi kunga o'xshab bratanlarimni chaqiraman, akalarimni chaqiraman, bir ikkisin pul berib hal qilib yuboraman deydigan joy emas. Esingizdan chiqarmanglar. Ertaga savol javob qiyin bo'ladi. Men eslatib qo'yapman, banda bo'lib, alhamdulillah musulmon bo'lib eslatib qo'yapman. Ertaga mendan so'rasa men aytaman, Allohim, men gapirdim o'sha gapni. Odamlarga eslatib qo'ydim. Vazifamni bajaryapman deb gapiraman. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bu gaplarni sizlar yaxshilab eshitishinglar kerak. Yoshinglar kattami, kichikmi, kim bo'lishinglardan qat'iy nazar, erkak kishimisiz, ayol kishimisiz, vaqt o'tishi bilan vaqt tez o'tyapti-da, siz uni tushunmay qolasiz. Bugun sizda bor mol-u davlat, boylik, ertaga yaratgan egan chevarzodda bir deganda bandasiga muhtoj qilib qo'yadi. O'shaning uchun aytadi, Allohim, bandani bandasiga muhtoj qilib qo'ymagin. Eng yomon narsa o'sha narsa bo'ladi. Bandani bandasiga muhtoj qilib qo'ysang, bundan yomoni yo'q. Faraz qiling, siz mana hozir ko'ryapsiz, ko'zingiz ko'radi. Bironta bir insonni nohaq ayblayapsiz, nohaq fohishaga chiqaryapsiz, nohaqni o'g'riga chiqaryapsiz, nohaq nima bilandir ayblayapsiz-da, u inson aybdor emas. Siz uni ayblayapsiz. Tushunyapsizmi? Ertaga Xudo ko'rsatmasin, biron bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, u inson qamalib ketadi yoki o'zini o'zi osib qo'yadi. Chunki siz bilmaysizda u qanday yashayapti. Balkim hozirgi kunda yashayotgan tarzi juda ham qiyin ahvolda. Siz uni bilmaysiz. Bor, oldiga bor, so'ra. Ukam, okam, mana shunaqa narsa nima, tinchlikmi? So'ranglar. So'rash qo'lingizdan kelmayaptimi? Gapirmanglar. O'zini o'zi osib olsa, siz aybdor bo'lasiz. O'ziga o'zi biron narsa qilib qo'ysa, siz aybdor bo'lasiz. Bilib bilmagan holatingizda. Ertaga javob berish bor. Bu dunyoda javob bermasangiz, narigi dunyoda javob berasiz. Ko'rib turibdi, yaratgan zot ko'rib turibdi hamma narsani. Eshitib turibdi. Qalbingizdagi narsani borki, mana chiqib qolib gapiryapmiz, og'zimizdan gapiryapmiz, sizga yaxshi ko'rinish uchun gapiryapmiz. Lekin mana bu qalbdagi narsani bor-ku, u yaratganning egami o'zi biladi-da. Qalbingdan gapiryapsanmi yoki tilda gapiryapsanmi? Odamlarga yaxshi ko'rinish uchun, voy, men hozir gapirsam obunachilarim ko'payib ketadi. Zo'r soqqa ishlayman, unday qilaman, bunday qilaman deb gapiryapsanmi? Yoki haqiqatdan ham dilingdan gapiryapsanmi? Uni faqat sen bilasan va yaratgan egamni o'zi biladi. Boshqa hech kim bilmaydi. Biz odamlar shunaqamizda, anavi patqalimlik qilishni, juda yaxshi ko'ramiz-da, birovga yaxshi ko'rinishni yaxshi ko'ramiz. Unaqa bo'lishimiz kerak emas, hammaga bir bo'lishimiz kerak. Hayotingda qandaysan? Xuddi shunaqa bo'l. Erkak bo'l, ayol bo'l, mard bo'l. Mard bo'lgin bo'ldi. Birovga yaxshilik qilish qo'lingdan kelmayaptimi? Yomonlik ham qilma. U kishini bilmaysanmi kimligini? Gapirma. U kishini yashab o'tgan, hozirgi kundagi yashayotgan sharoitini bilmaysanmi? Gapirma. Qiynalib qolasan.
uni farzandi bor, oilasi bor, ajrashib ketyapti ba'zi bir gaplardan keyin, ota-ona bor. Har bitta o'sha farzandi, ota-onasi duo qilib yoki duoibat qilsa, faraz qilyapsanmi nimalar bo'lib ketishini? Alloh yaxshini ham, yomonni ham niyatini qabul qiladi-da. O'zi hal qiladi. Beradimi, bermaydimi? Tushunyapsizmi? Ehtiyot bo'l. Bugungi kunda ko'rib turgan ko'zlaring ertaga ko'rmay qolsa, ming afsuslar chekib qolmaganda. Gapirayotgan gaplaring ertaga gapira olmay qolsang, astag'firulloh deymiz, tavba qildim, astag'firulloh. Alloh chevar zot-da. Unga hech narsa emas. U luboydan zo'r. U bitta. Tushunyapsizmi? Luboydan zo'r. Kuch-qudrat dahshat. Boylik dunyo uniki. Tushunyapsizmi? Dunyo uniki. Sen hech kim emassan. Sen bandasan. Alloh seni yaratib qo'ygan-ku, senga beryapti. Tushunyapsan? O'shaning uchun o'zlaringni men zo'rman, luboyni hal qilaraman dema. Ba'zi birlarga keyin yana mana shu gapni eslatib qo'yingda. Men musulmonman, alhamdulillah, Alloh deb gapiraveradi-ku, Alloh deyveradi-yu, lekin o'zini musulmonman deb turgan inson Allohni harom qilgan, qaytargan yo'llaridan yurishadi. Sigaret chakma deganmi, harommi? Sigaret chakyapsanmi? Chakyapsan. Arog'i harom qilganmi? Harom qilgan. Ichyapsanmi? Ichyapsan. Nosni harom qilgan, chakma degan. Chakyapsanmi? Ha. Birov ayoliga qarama. Birovni o'sha xotiniga qarama deyapti, ko'zing bilan zino qilma deyapti. Qarayapsanmi? Qarayapsan. Seks ko'ryapsan, porno ko'ryapsan, boshqalarning qilgan ishlarini qilyapsanmi? Ha. Ey, bilib bilmasdan gapirma degan. Gapiryapsanmi? Gapiryapsan. Ko'zing bilan ham zino qilyapsan, og'zing bilan ham, tiling bilan ham, qo'ling bilan ham zinoni qilib tashlayapsan. O'zingni qanday musulmonman deysan? Sen o'zingga savol berganda sen musulmonmisan? Yo'q, musursan. Musur, cho'chqasan, molsan, eshaksan. Mani gaplarimdan xafa bo'lma, o'zingga o'zing savol ber. Shu ukam, shu bratan, shu to'g'ri aytayapti. Bilat, bekor shunaqa qilyapman. Musulmonman degan erkak, musulmonman degan inson, ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, o'sha qaytargan narsalardan qaytadi. Ko'z bilan zino qilmaydi, o'sha pastdagi naqasidan zino qilmaydi, birovlarga gapirmaydi, g'iybat qilmaydi bilib bilmasdan turib, tili bilan gapirib g'iybat qilib qo'ymaydi, sigaret chakmaydi, o'tirib olib aroq ichib, Alloh haqida gapirmaydi, tushunyapsizmi? O'sha ishni qilayotganlar musulmonman deyotganlar. Sizlar musursanlar. Musur. Bu gaplarim og'ir botishi kerak. Tushunyapsizlarmi? Chiqib olib dunyoni ishlarini hal qilarasanlar, o'zlaringcha o'tirib olib, buni bunday qilsa bunday bo'ladi, buni bunday qilsa bunday bo'ladi. Shunday insonlar borki, jim internetga ham chiqmaydi, gapirmaydi ham, harakatini qilib, oilasini, farzandlarini boqib, mazza qilib yurishibdi. Topari joyida, tupari joyida, sandan harakat, mendan barakat degan yaratgan. Birov harakat qilmaysan-u, boqimanda bo'lib o'tirib olib, birovni g'iybat qilasan. Sandagilarga Allohning la'nati bo'lsin. Sanlarning orqalaringdan boshqa bir oilalar ajrashib ketyapti. Farzandlar yetim qolib ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu gapim og'ir botishi kerak. Va men har bitta gapirayotgan gapimdan birontangdan uzr so'ramayman. Chunki birovni haqorat qilayotganim yo'q. Nomma-nom, ism gapirayotganim yo'q. Har bitta gapirayotgan gapim egasini borib quchoqlab oladi. Egasiga yetib boradi har bitta gapirayotgan gapim. Va o'zini musulmonman deb gapirayotgan insonlar bor, musurlar, cho'chqalar, eshaklar, mol, qo'y. Sen musursan, musulmon emassan. Tushunyapsizlarmi? Agar bugungi hozir gapirayotgan gapim senga yetib bormasa, o'sha molligincha, o'sha echkiligincha, o'sha kozolligincha, o'sha eshakligincha, qo'yligincha qolib ketasan. Harakat qil.
Harakat qaytga borib ishlasammikin? Nima qilib pul topsammikin? Oilamni qanday boqsammikin? Harakat qil. Odamlarni gapimdan yashama. Odamlar gapirgan, gapiradigan, bundan keyin ham gapiradi. 50 og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Odamlarni gapiga qarab ish qiladigan bo'lsang, o'sha molligincha qolib ketasan. Tushunyapsizlarmi? Hayotingda bo'layotgan har bitta voqea va hodisaga faqatgina o'zing sababchisan. Boshqa hech kim emas. Qo'shning sababchi emas. Kimnidiring sababchi emas, o'zing sababchisan. Qayerdadir noto'g'ri ish qilding-ku, hozirgi kunda bo'layotgan har bitta ishing o'zing sababchisisan. Kimgadir yolg'on gapirib qo'yding, kimgadir zino qilib qo'yding. Sen qarayotgan erkak bo'lib boshqa bir ayolga qaraysan-ku, seni ham ayolingga qaraydiganlar bor. Esingdan chiqarib qo'yma. Sen bugun qarayapsan, ertaga seni xotiningga qaraydi. Sen ko'zimdan zino qilyapsan, boshqasi ertaga seni xotiningni ko'zimdan zino qilib qo'yadi. Agar ko'zimdan zino qilsa, agar borib yotib qo'yishmasa, o'shaning uchun birovlar haqida gapirayotganda sal ehtiyotkorroq bo'linglar. O'shaning uchun aytadi, "Ne suji, ne будь судим" deydi. Bugun sen gapirayotgan gaplaring Xudoni irodasidan shunday aylantirib boshingga shu oyog'ing tagiga yetkazib qo'ysa, dod voydod deysan. O'shaning uchun bugungi gapirmoqchi bo'lgan gaplarim mana shulardan iborat. Do'stlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, boshqalarni gapimdan yashamanglar. O'zingizlarni hayotinglarni o'zingizlar boshqaringlar. Echki gapiryaptimi, echkiligicha qolib ketadi. Siz erkak bo'ling, siz ayol bo'ling, mard bo'ling. Olg'a yuring. Tushunyapsizmi? Faqat olg'a intiling. Boshqa narsa emas. Harakat qiling, soqqani ishlashga harakat qiling, pul toping, yuring, kayf qiling, ayolingiz bilan, ota-onangiz bilan kayf qiling, farzandlaringiz bilan kayf qiling. Boshqalar hech qaysi biri ertaga boshingizga biron bir kulfat kelib qolsa, birontasi yoningizga kelib yordam beraman deb kelmaydi, birontasi. Ishonavering. Biz yoshimiz o'tgan sari ko'rib, hamma narsani ko'rib kelyapmiz. Bugungi gapirmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketkazgan brilliantlarga teng vaqtinglarga rozi bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat.